Bu meni sabr trekim. Bu mashinani otini ko'pchilik tanka deydi, lekin men buni niyat qilganman. Minish o'zimga oson. Buni xo'jayinim ham, opam ham mingani qiynaladilar. Men oson minaman. Nimaga qo'lqop taqib olgansiz degan savolga hozir javob beraman. Eshikni yopib qo'yamiz. Bu qo'lqop kumushli qo'lqop bo'lib, bunga bunaqa to'kulab olib turib odamni massaj qilamiz. Meridianaliz ochadi, orqa miya qon tomir qisilib qolishlarini davolaydi. Fizioterapiya qiladi, ignoterapiya qiladi. Xullas sizni qon aylanishingizni yaxshilab, boshingiz og'rig'i yo'qolib, tanangizdagi negativ energiyalar, og'riqli, kasal energiyalar sug'urib oladi. Bu haqda hozir sizga batafsil aytib beraman. Menga bitta o'quvchimiz Madina ovqat berib yuboribdi. Xamir ovqatni yaxshi ko'rganim uchun vermishel qilib berib yuboribdi. Hozir buni reklamamizni olib bo'lib ichamiz. Yuring. Bu bizni havo shifo davolash xonamiz. Massaj center bas bu. Xonacha, oddiy bitta xonacha. Naryoqda hozir massaj qilyapti Sevara, qo'lda davolovchi massaj qilyapti. Bizni bu joyda bu meni ammamni qizi, men maniken qilib yotqizib qo'yganman bu qizni ko'rsatib berishim uchun. Bu kumush qo'lqop bilan massaj qiladigan apparatlar bular. Mana olib qo'yib turaylik. Bu apparatlarni biz Foxop kompaniyasidan 41 milliondan olganmiz. Nimaga bunaqa qimmat desangiz, buni davolovchi xususiyati bor. Mana masalan, qo'limga mana shu kumush qo'lqopni kiyaman, bu mashiniki. Bu apparatniki, mashiniki deb dehqoncha qilib gapirmaydi. Tushunarli qilib gapiray. Meni juda ko'pchilik YouTube'dan taniyapti. Men o'zi aslida Instagramda faoliyat yuritardim. 1 oy bo'ldi YouTube'ga chiqqanimga. Lekin ko'pchilik yaxshi ko'rib qolyapti. Rahmat. Meni yaxshi ko'rganda Alloh yaxshi ko'rsin. Ishxonamizga ham men bilan ko'rishgani kelishyapti. O'zidan qora sedana olay bu qizni deb kelishyapti. Mana bunday qilib bu kumush qo'lqopni mana bunaqa zaryad tiqib oladi. Tiqib olgandan keyin albatta yoqadi. Hozir yoqsam, menga homiladorman, menga mumkin emas. Yoqadi, keyin metga kasalni yotqizadi. Kasalmisiz, sog'misiz? Yotsangiz, masalan, men sog'lomligimda ham o'zim olardim Qo'qonga borib, buni Gulolaxon opamda bor, Qo'qonda, Farg'onada bitta bizda bor. Mana shunday qilib, endi hozir kiyimni ustidan aslida yechintirib olib, yotkizib, bunday qilib kumush qo'lqop bilan massaj qilamiz. Shu massaj qilganingizda 10 santimetrli ichkariga zaryad kiradi, kumush tolali. U zaryad sizni meridianalaringizni ochadi, 6000 qadam yurganda energiyasini beradi, charchoqlaringiz ketadi, qon aylanishingiz yaxshilaydi, hatto dardingizni bunday sug'urib olganga o'xshaydi. Buni olganingizdan keyin yengil bo'lib qolasiz. Biz orqasidan ruqiya qilingan zaytun moyi surkab qo'yamiz. Zaytun moyimiz bitta yo'q ekan. Ha, mana bor ekan. Hozir olib kelaman. Mana ruqiya qilingan havo brendi asosida o'zim dam soldiraman. 40 marta Yosin surasi, 101 marta Fotiha, Oyatul Kursi, Amanan Rasuli oyatlari, Bismillahirrohmanirrohim 786 marta. Ko'p shifo oyatlar jonli o'qib ruqiya qilingan. Buni massajdan keyin yengil surkab qo'yganda sizdan ziyon chiqib ketadi. Sizdan og'ir energiyalar chiqib ketadi. Zaytun moyini boshga, tanaga surkash o'zi sunnat amal hisoblanadi. Xo'p, endi yana bunga qaytsak, bu kumush qo'lqopda massaj olganingizdan keyin sizda qon aylanishi yaxshilanib, depressiyangiz yo'qoladi. Agar siz har kuni charchab 8 soat uxlasangiz ham hech ham charchag'ingiz chiqmayotgan bo'lsa, yotgan sari yotaversangiz, o'ylagan sari o'y olib ketayotgan bo'lsa, dunyoni hamma o'yi sizning miyangizda bo'lsa, xotirangiz pasayib ketadi. Unaqa ko'p o'ylavermang. Bir marta bizdan kumush qo'lqopda massaj oling, qon aylanishingiz yaxshilanadi, ziyonlaringiz chiqadi. 6000 qadam yurganda energiyasini olasiz. 2 soat fitnessda mashq qilganda energiyasini olasiz va kayfiyatingiz ko'tariladi. O'zimni ayam yaqinda qo'llari uyushib, bir narsani qattiq ushalmay qoldilar. 10 kun bitta klinikada lecheniya oldilar. Keyin ammamning qizi aytdiki, "Keling bucha, men sizni kumush qo'lqopda massaj qilib qo'yaman" dedi.
massaj oluvdilar. 2 kunda qo'lim ishlayapti, voy qo'lim uyushmay qoldi, yengil bo'lib qoldim, aylanay bolalarim qadrlayinga yetmasdan 10 kun boshqa joyda lecheniya olibman dedilar. Biz massajimizni skidka qilganmiz 50 ming so'mdan. Ya'ni общий massaj boshingizdan oyog'ingizgacha sizni общий massaj 50 ming so'mga qilib qo'yamiz 15 minut. O'sha 15 minutda shunaqangi dardingiz ariydi, boshingiz og'rimay qoladi, kayfiyatingiz ko'tariladi, qon aylanishingiz yaxshilanadi, hazm yaxshi bo'ladi, ich qotishlaringiz yo'qoladi, oyoq qo'l bellaringizda qaqshab og'rishlaringiz yo'qoladi. Eng muhimi, agar siz ziyondan, nazardan, sehrdan, ko'z tegishidan og'irlashib eski shunaqa yomon auralaringiz bo'lsa, ular ham chiqib ketadi. Kelinglar, Kirgilikda Havo shifo Sakinat markazida kumush qo'lqop bilan massajni 7 kunga 50 ming so'mdan chegirma qildik. Ya'ni 7 kun siz 50 ming so'mga bas, har bir olishingiz 50 ming so'mdan. Ammam qizini raqamini qo'yaman, zapiska yozdirib qo'yib kelsangiz bo'ladi. Oldinman bu apparatni olishdan oldin bilasizlar, tikuvchi edim-ku, chevaridim, Qo'qonga borib yelkalarim og'rirdi, rosa bukri bo'lib qolgandi, bunday bo'lib qolgan. Hali ham jicha asorati bor, endi bu meni homiladorligim hisobidan. O'shanda Qo'qonga borib Gulolaxon opamdan kumush qo'lqopli massaj olib kelardim. Gulolaxon opamni ham nomerlarini qo'yaman. Qo'qonliklar Qo'qonga borib Gulolaxon opamdan ham chegirmada olsangiz bo'ladi shu massajni. Men aytib qo'yaman, meni nomimdan borsangiz xo'p deydilar. Keyin yengil bo'lib qolardim. Kelib yana ishimni tikib o'tiraverardim. Sizga ham tavsiya qilaman, ham ziyondan chiqasiz, ham dardingiz ariydi, ham o'zingizga qaraysiz, kayfiyatingiz ko'tariladi. Marg'ilonlik, Namanganlik, Andijonlik ayollar kelib, "Havoxon, rahmat, boringizga shukur. Shunaqangi yengil bo'ldim, arzonginaga qilib qo'yibsiz, barakasini bersin" deb duo qilishadi. Hozir reklama olyapti, 1 minut. Bizga kassaga odam kelib qoldi. Shundan qilib sizga ham tavsiya qilaman, kelinglar Kirgilikda, ya'ni Farg'ona bilan Marg'ilon o'rtasida Kirgilik degan mavzeda Havo shifo davolash xonamizga. Bu xonamiz juda ham barakali, juda ham bir yaxshi xona. Kim kelsa davo topib, shifo topib, rahmat aytib ketadi. Niyatingizni yaxshi qilib kelaverasizlar. O'zim ham shu yerda bo'laman, xudo xolasa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.